aspirinni to'g'ri ichishni ayta oladi. Farzandingizni qulog'i og'rigan paytda qanday dori berish kerakligini ayta oladi. Lekin ruhiyat masalasida u bir savol berganingizda musulmon bo'ladi. Ikkinchi savol berganingizda xristian bo'ladi. Yoki umuman ateist bo'lishi Yoki umuman ateist bo'lishi mumkin. Ya'ni siz massa uchun moddiy dunyo nuqtai nazaridan berilgan savollar, moddiy nuqtai nazardan berilgan savollar uning ma'naviy va ruhiy nuqtai nazardan ham to'g'ri javob beradi degan xususiyatiga qarorga keltiradi. Va u onasidan ko'ra o'zi onasining ham otasining ham deylik darajasi juda ham past bo'lganligi uchun u ko'proq sun'iy aql to'g'ri javob beryapti degan xususiyat vujudga keladi va bu juda ham katta biz kutmagan bir davrni olib kelyapti. Biz kutmagan davrni olib kelyapti. Lekin men sun'iy aqlga o'sha paytgacha hech qanday savol bermaganman. Umuman hech qanday savol bermaganman. Deylik, Sanjarbek, men uchun sizga savol berish mumkin. Va mening yutug'im shundan iboratki, Hasanboyga yoki kelib sizga savol berish imkoniyatini shakllantiraman men. Demak, siz uchun o'sha sun'iy aqldan ko'ra haqiqiy insonga savol berish. Ya o'zi bu mohiyat ham shu. Mohiyat ham shu.